asab kasalliklari, bo'qoq kasalligi, mana bu endokrin kasalliklar bo'ladi-ku, bunga sahrli diabet ikkinchi tur ham kiradi. Mana shunday kasalliklarda eng yaxshi davo bo'ladigan oddiy, lekin juda ko'p joylarda uchraydigan lavanda choyi bor. Lavanda choyini siz aptekalardan yoki bozorlardan ham topishingiz mumkin. Shunchaki aylanib yurib mana shunday xiyobonlarda ham topishingiz mumkin. Mana bu fioletoviy svetdagi bu lavanda hisoblanadi. Lavanda asab kasalliklarida, endokrin kasalliklarda, uyqusizlikda, stresslarda, depressiya vaqtlarida juda ham qo'l keladi. Lavandani yana juda ko'p xususiyatlari bor. Mana shu asabga taalluqli bo'ladigan ba'zi birlarda buni vasvas kasalliklarida ham ishlatish mumkin deyiladi. Iste'mol qilishda shunchaki buni cho'plardan olib, mana shu gul tanachalaridan olib, 2-3 tasini 200 gram qaynoq suvga solib, yarim soat dimlab qo'yib, oz-ozdan bir kunda 4-5 mahalgacha iste'mol qilinishi mumkin. Bundan tashqari, o'sha klimaks davri boshlangan ayollarda ham tavsiya etiladi. Buni gul barglaridan yoki o'zining shunchaki barglaridan, tomirlaridan ham foydalanish mumkin. Oling, qayerda bo'lsa ham toping, iste'mol qiling, o'zingiz uchun foydali hisoblanadi.